Agar siz ham yosh bo'lib, hayotda o'z o'rningizni qidirayotgan bo'lsangiz, ushbu videoni oxirigacha ko'ring. Ko'pchilik yoshda tadbirkor bo'lishni orzu qiladi. O'zini ishi bo'lsa, ishga xohlagan payt borsa, millionlarni sanasa-da, lekin tangani ikkinchi tarafi ham bor. Tadbirkorlar bu gaplarimni tasdiqlaydi. To'g'ri, ishxonaga xohlagan paytingiz kelasiz, lekin xohlagan paytingiz keta olmaysiz. Ko'pchilik holatda 11, 12, 1 yakshanba kunlari ham ishlashingiz kerak, chunki sizning biznesingiz sizdan tashqari boshqa hech kimga kerak emas. Bundan tashqari daromad keladigan bo'lsak, ishni endi boshlayotganingizda bu Instagramdagi hayot bo'lmaydi. Oylik berasiz, joyi arinasini to'laysiz, soliqlarni to'laysiz va o'zingizga ko'p holatda boshida bir tiyin ham qolmaydi. Hattoki tashqaridan pul ham jalb qilishingiz kerak bo'ladi. O'shaning uchun ham o'quvchilarimga nasihat qilaman. Karyeringni boshlayotganingda har doim yollanma xodim bo'lib ishla. Ishni o'rgan, tajriba orttir. Undan keyin xohlasang o'zingni ishingni boshlaysan yoki yollanma xodim bo'lib ishlayverasan. Aslida yollanma xodim bo'lib ishlash bu juda ham yaxshi. Hech qanaqa risk bo'lmaydi. Stabilniy oylik bo'ladi. Sekin-sekin o'sib ketaverasiz. Biznesda esa bittada hamma narsani yo'qotishingiz mumkin. O'ylab ko'ring.